Misol, allergiyani turlari ko'p. Agarda yuqori nafas yo'lida burun orqali bo'ladi. Chunki hozir ari chaqib qolish oqibatlari bo'lishi mumkin. Bahor oylarida ko'p tarqaladi bolajonlarimiz uchun. Changli joyga kirsam aksa urib qolaman. Ularga boshqa tabletkalar yoki ukollar ta'sir qilmaydi. Ayniqsa o'sha qonda allergik darajasi qay darajada uni bilish kerak. Allergiyadan mutlaqo xalos bo'lsa bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli Javohir Med tibbiyot markazimizning YouTube sahifasi kuzatuvchilari. Bugungi foydali podkastlarimizni davom ettiramiz. Xalqimiz orasida hozirda keng tarqalayotgan allergiya kasalligi bo'yicha suhbatlashamiz. Bugungi mutaxassis shifokorimiz Javohir tibbiyot markazining oliy toifali allergolog shifokori Shoira opa Eshniyozova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shoira opa, hozirgi kunda bahor mavsumida xalqimiz orasida allergiya bo'yicha kasalliklar yana ham kuchaymoqda. O'zi allergiya nima? Mavzuyimizda shu haqida olib borsak. Assalomu alaykum. To'g'ri, hozir bahor faslida ayni allergik kasalliklarni qo'zg'ayotgan bir davr hisoblanadi. Allergiya bu inson organizmida yod moddalarining ta'siri va inson organizmi o'sha yod moddalarga nisbatan sezgirligini oshib borgan sayin javob reaksiyasi hisoblanadi. Yod moddalar allergen deb ataladi. Qachonki allergen o'sha inson organizmiga ta'sir qilsa, unda allergik reaksiya sodir bo'ladi. Misol, allergiyani turlari ko'p. Misol, bir tomonlama aytib boshlasak, teri orqali, misol ko'z orqali, yuqori nafas yo'llari orqali, quyi nafas yo'llari orqali, oshqozon ichak sistemasi orqali o'sha yod jismlarni, yod moddalarining ta'siri natijasida allergik holat kelib chiqadi. Shoira opa, allergiya kasalliklarini shamollash bilan farqlari nimada? Bilasizmi Kamola, allergiya bu allergen ta'sir qilganda inson organizmi immun tizimiga ta'sir qiladi. Immun tizimining buzilishi natijasida sodir bo'ladi. Shamollash esa ular ma'lum bir virus, bakteriyalar orqali yuzaga keladi. Shoira opa, hozirgi kunda bahorda imенно shu bahor faslida ko'proq uchraydigan allergik holatlar. Allergiyani turlari qaysilari ko'proq uchraydi hozirda? Bilasizmi, bahor o'z nomi bilan ayni daraxt gullaydigan, o't o'simliklar unib chiqadigan bir payt bo'lgani uchun asosan yuqori nafas yo'li bilan yoki ko'z sohasidagi allergik holatlar ko'p uchraydi. Misol, allergik konjektivit. Allergik konjektivitda asosan ko'z zararlanadi, ko'zda qichishish, yosh kelishi, ko'zlarning shishishi, ichida qizarish paydo bo'la boshlaydi. Agarda yuqori nafas yo'lida burun orqali bo'ladi, unda burundan suv kelishi, burun bitib qolishi, aksirish, ko'proq shu simptomlari bo'ladi. Oddiy misol, allergik rinit bilan shamollashda farqlab bila olish kerak faqat. Allergik rinit va allergik konjektivitlar ko'proq uchraydi. Ayniqsa bronxial astma kasalliklari mana shu bahor faslida qo'zg'aydi. Nima uchun o'sha bronxial astma darajasigacha boradi? Aslida allergiyaga befarq qaramasligimiz kerak, unga jiddiyroq qaragan ma'qulroq. Chunki kimlardir aytishi mumkin, masalan, changdan, misol menga allergiyam bor, changli joyga kirsam aksa urib qolaman, burnimdan suv kelib qoladi, ko'zim yoshlanib qoladi, keyin ma'lum bir vaqtdan keyin o'tib ketadi. Lekin o'sha narsaga ham befarq bo'lmaslik kerak. U inson organizmi sezgirligi o'sha kirib kelayotgan allergen natijasida qancha oshib boraversa, u allergik holat hozir yengilgina turib o'tgan bo'lsa, keyingi simptomlar qo'shila boshlaydi. Misol, hozir yuqori nafas yo'lida ta'sir qilgan bo'lsa, sekin-sekin quyi nafas yo'liga ham ta'sir qila boshlaydi. Ya'ni quyi nafas yo'liga ta'sir qilganda bronxial astma kasalligi olib keladi. Bronxial astma kasalligi, misol, shunga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ayni bahor fasllarida juda ham qo'zg'aydi, nafas qisish, o'sha ko'krak sohasida og'riq va bundanda jiddiy asoratlarga olib keladi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, shu allergiyaga befarq bo'lmaslik kerak. Yengilgina simptomlari paydo bo'ldimi, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Shoira opa, ba'zida qiziqda terimizda ozgina donachalar yoki toshmalar toshganday bo'ladi. Ular ham allergiyaning bir turi hisoblanadimi?
Albatta, gohida allergik dermatit paydo bo'ladi. U o'sha allergenni teriga bevosita ta'siri natijasida bo'ladi. Kimlargadir o'sha bedapoyaga kirsa, unida allergik rinit qo'zg'alib qoladi. Unda ko'proq yuqori nafas yo'l bilan bo'ladi. Lekin kimlargadir toshma tosha boshlaydi. O'sha terisiga kontakt bo'lgandan keyin, o'sha allergen ta'sir qilgandan keyin inson organizmining javob reaksiyasi orqali o'sha allergik reaksiya kelib chiqadi va terida ma'lum miqdorda kichik, katta, qizg'ish tusdagi har xil toshmalar paydo bo'la boshlaydi. U toshmalar kun sayin ko'payib, qichishib insonni bezovta qila boshlaydi. Sho'ra opa, mana hozirgi uy sharoitlarimizda, chunki hozir ari chaqib qolish oqibatlari bo'lishi mumkin. Bahor oylarida ko'p tarqaladi bolajonlarimiz uchun, yo qandaydir meva iste'mol qilinganda allergik holatlar ro'y berishi mumkin. Shunday vaziyatlarda uy sharoitida o'sha onajonlarimiz yoki yaqinlarimiz birinchi yordamni qanday ko'rsatishsa bo'ladi, qay usulda, toki o'sha tez tibbiy yordam xodimlari yetib kelguniga qadar. To'g'ri, uy sharoitida misol ari choqdi deylik. Kimlargadir ari choqsa, o'sha choqqan joyini o'zi qizaradi. O'sha choqqan joyini o'zida ozroq og'riq paydo bo'ladi va o'sha choqqan joyini o'zida shish paydo bo'ladi. Unday holatlarda inson organizmida uncha kuchli misol simptomlar ro'y bermaydi. O'zini yaxshi his etib turadi. Shuning uchun u bemalol yanada davomiy bo'lib ketmasligi uchun shifoxonaga borishga vaqt topa oladi demoqchiman. Agarda kimlargadir o'sha ari chaqqanda nafas qisishgacha olib keladi, toshmalar zudlik bilan ko'paya boshlaydi. Mana shunday paytlarda aytaylik, siqib turuvchi kiyimi bor uni. Kiyimlardan sal bo'shashtirish kerak bo'ladi. Toza havoli, namlik saqlangan joyga tinchlantirib o'tirg'iztirishga to'g'ri keladi. Agar mabodo uyda antigistamin preparatlari bo'lsa, albatta u preparatlardan berish kerak bo'ladi. Bu antigistamin preparatlariga nimalar kirishligini quyida telefon nomerlarimizda qo'yamiz. Bemalol telefon qilib so'rashlari mumkin. Uy sharoitida, uyda mana shunday holatlarda birinchi yordam kerak bo'lib qolganda kerakli tabletkalarni ichirib turish kerak bo'ladi. Aytaylik, bronxial astma xuruj qilib qoldi. Bronxial astma xuruj qilib qolganda unday xuddi shunday holat beradi. Siqib turuvchi kiyimlarni olasiz va iloji boricha o'tirg'iztirasiz. Unday insonlarni yotqizib qo'yib bo'lmaydi, chunki yotganda yanada nafas olish, nafas chiqarish og'irlashadi. O'sha o'tirgan holatda, tinchlangan holatda o'zi astma kasalliklarida ko'pincha o'sha astmatiklar o'zini spreylari bo'ladi, sepuvchi, misol salbutamolda boshqa ingalyutorlar bo'ladi. To shifokor kelgunga qadar yoki shifoxonaga yetib borgunga qadar shundan foydalanib tursa bo'ladi. Ularga boshqa tabletkalar yoki ukollar ta'sir qilmaydi, faqat o'zlarini ingalyutorlaridan foydalanishlari kerak. Ta'sir qiladi. Ular uchun ular shifoxonaga murojaat qilish kerak bo'ladi, shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. U faqatgina nafas yo'lida ochib bo'ldi, nafasim endi bu yoqqa erkin deb ketmasligi kerak. Albatta, u shifoxonaga kelib muolajalarni olish kerak. Ular standart, o'sha davo standartlari asosida muolaja qilinadi. Ular sekin-sekinlik bilan o'sha holatdan chiqariladi. Hozir qiziqda Sho'ra opa, qarang, uyda masalan ari chaqib olganda qanaqadir o'sha allergiyaga qarshi kurashadigan dorilarimiz, tabletkalarimiz bo'ladi-yu. Shularni ichganimizdan keyin allergiya holatlarimiz o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin ha bo'ldi, vrachga ko'rinishimiz shart emas ekanda deb qo'yamiz. Shu to'g'ri deysizmi, qanchalik? Yo, albatta ko'rinish zarur deb o'ylaysiz. Albatta, chunki yuqorida ham shu narsani aytib o'tdim. Allergiyaga befarq bo'lmaslik kerak, bee'tibor bo'lmaslik kerak. Albatta, bir marta allergik reaksiya berdimi, kelish kerak, ma'lum bir instrumental tekshiruvlardan, tahlillardan o'tkazish kerak. Ayniqsa o'sha qonda allergik darajasi qay darajada uni bilish kerak. Ma'lum bir analizlarimiz bor, analizlarni topshirishlari kerak. Agarda men o'sha allergik holat bitta tabletka bilan o'tib ketdi deylik, lekin qonda saqlanib turgan bo'lsa, u yana bir parhezni buzib qo'yishlari mumkin. Misol, men bemalol yeb yurganman, qo'y go'shti menga hech qanday anaqa allergiya bermagan deb bemalol o'sha go'shtni yegan vaqtlarida unda qonda bor bo'ladi va o'sha yuzaga keladi yana.
Shuning uchun ham bir marta allergik holat bo'ldimi, bitta tabletka bilan qaytardilarmi, baribir ham kelib bizga misol shifokorlarga murojaat qilishlari kerak. O'sha agarda o'sha qondagi tahlil normada bo'lib chiqsa, u holat yengilroq o'tgan hisoblanadi. Agarda qonda hali ham o'sha allergik holat saqlanib turgan bo'lsa, u misol bemorimizga hech qanaqa simptomlar bilinmay turgan bo'lsa-da, ma'lum bir lecheniya olishlariga to'g'ri keladi. Hozirda allergiyalar ko'pincha bolalardami yoki o'rta yoshli yoki nuroniy insonlarimizda ko'proq uchraydimi? Ishonasizmi, hozir o'rta yoshlilarga ko'p uchrayapti. Lekin misol yosh o'tgan sayin qariyalarga kamroq holatlar, qariyalarga ko'proq dermatitlar uchrayapti. Ya'ni terida toshishlar ko'proq uchrayapti. Bolalarda ham xuddi shunday holat uchrayapti. O'rta yoshli kishilarga hamma turdagi allergiyalar uchrayapti. Misol allergik rinitdan, allergik konjektivitam, obstruktiv bronxitlar, bronxial astmalar, misol ovqat allergiyalari, misol oshqozon ichak tizimi sistemasi orqali yuzaga keladigan allergik holatlar ham ko'proq o'rta yoshlilarga uchrayapti. Yosh bolalarimizga oldin ko'proq masalan diatezlar, misol dermatitlar bo'ladigan bo'lsa, hozir qo'shimcha o'sha obstruktiv bronxitlar ham ko'proq uchrayapti. Allergik fon qo'shilib boryapti, kun sayin ko'payib boryapti. Shuning uchun albatta o'sha profilaktik ko'riklardan ham o'tib turish kerak deb joiz deb bilaman. Shoir opa, mana allergiyadan mutlaqo xalos bo'lsa bo'ladimi? Allergiyadan mutlaqo xalos bo'lsa bo'ladimi? Bilasizmi, bu birinchi navbatda insonni o'ziga bog'liq, inson organizmiga bog'liq. Misol yuqoriga aytib o'tganimizdek, allergen ta'sir qilsa, allergik reaksiya yuzaga keladi. Allergen ta'sir qilmasa, allergik reaksiya yuzaga kelmaydi. Misol o'sha organizmga ma'lum miqdorda o'sha yod jism, ya'ni allergen ta'sir qilaversa, allergik holat yuzaga kelaveradi. Agarda o'shanda xalos bo'laman desalar, o'sha allergiya qo'zg'atuvchi yod jismlardan uzoqroq bo'lishlari kerak. Inson o'zini o'zi audit qilish kerak, ya'ni o'zini o'zi tahlil qilish kerak. Misol aytaylik, ma'lum bir ovqatdan keyin allergiya berdi. Demak, shu ovqatdan keyin menga shu narsadan allergiya berdi. O'sha ovqat bu kishi uchun allergen hisoblanadi. O'shandan sal uzoqlashadi, ya'ni qabul qilmay turadi. Aytaylik, o'sha gulzor, seren daraxti deylik, yo bo'lmasa o'sha bedapoya deylik. O'sha bedapoyaga kirganlarda o'sha allergik dermatit yoki allergik rinit qo'zg'aldimi, u allergen. O'sha allergendan uzoqroq bo'lishlari kerak. Albatta, o'sha allergik holat yuzaga kelmasligi uchun allergendan uzoqroq bo'lishlari kerak. O'shandagina o'zlarini sekin-sekin xalos qila boshlaydilar. Ayniqsa havo almashtirish juda yaxshi yordam beradi. O'sha allergik rinitlar qo'zg'aladigan vaqtlar, bronxial astma kasalliklari qo'zg'alayotgan vaqtlarda havo almashtirishsa yaxshi yordam beradi. Hozirda mana bolajonlarimiz uchun, yosh bolalarga ayniqsa ko'pincha allergiya holatlari ko'p kuzatilyapti. Shunda ota-onalarimiz ko'pincha tushkunlikka tushib qolishadi. Shu holatlarda ularga qanday o'zi bolajonlarimizga ko'proq shu allergiya holatlarini oldini olish uchun qanaqa tavsiyalar bera olasiz ota-onalarimiz uchun? Allergik kasalliklarni oldini olish uchun ota-onalarga tavsiyalarim bolalarga nisbatan e'tiborli bo'lish, sog'lom turmush tarzi shakllantirish, ovqatlantirishlarga juda e'tiborli bo'lish, allergiya qo'zg'atuvchi mahsulotlardan cheklash. Misol tariqasida bu ikkitasini sanab o'tishim mumkin. Misol yosh bolalarga rangli napitkalarni, har xil soklardan shokoladlarni kamroq berish kerak. O'ta ko'p shokoladlar yesa ham bolalarda o'sha allergik dermatitlar kelib chiqadi. Yoki aytaylik, ma'lum bir yo'tal qo'zg'ab turgan vaqtlarda yanada yo'talni kuchaytirib borishi mumkin. Shuning uchun o'sha ota-onalar doimiy bolalarini profilaktik ko'rikdan o'tkazib turishlari kerak. Aytaylik, hozir ularga allergiya qo'zg'amagan bo'lsa-da, baribir o'sha bolalarni profilaktik ko'rikdan o'tkazish kerak. Sababi ular kelgan vaqtlarida shifokorlar individual yondashadi, har bitta ota-ona har bitta bola bilan.
misol aytaylik, kimnidir bolasiga shokolad hech narsa qilmasligi mumkin, kimnidir bolasiga qo'y go'shti hech narsa qilmasligi mumkin, lekin ayni qaysidir allergik holat qo'zg'agan vaqtda yanada kuchaytirmasligi uchun biz mana shu parhez taomlarni aytamiz. Shuning uchun mani fikrim, har bitta ota-ona farzandini profilaktik ko'rikka kelgan vaqtda individual yondashib, o'sha kerakli maslahatlarimizni beramiz. Endi o'sha allergik turlari ko'p deb aytdim sizga. O'sha har bitta allergik tur bo'yicha alohida bir tema qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Sho'ra opa, mana hozir poliklinikalarimizdan yoki shifokorlarimiz tomonidan allergiyalar uchun emlashlar aytiladi. Bolalar uchun, katta yoshlilar uchun, hammamizga. Shu emlashlarni olish zarur deysizmi yoki ba'zilarini o'tkazib yuborsa ham bo'laveradimi? Endi allergik holatlarga nisbatan emlashni nazarda tutyapsiz, to'g'rimi? O'sha vaksinalar, immunoterapiyalar bo'ladi. O'tkazish. Endi bilasizmi, hozir bu savolingizga javob berishga harakat qilaman. Vaksinalar o'tkazishdan oldin test sinovlar o'tkazish ma'qul deb bilaman. Ya'ni o'sha organizmda nimadan allergiyasi bor, o'sha bo'yicha oldin test sinov o'tkazish kerak. Ko'proq moyilliklari, qaysi nimaga allergiya bor, o'shanga nisbatan vaksinatsiya o'tkazilsa, misol o'shanga nisbatan emlash o'tkazilsa, o'sha immunitet o'shanga nisbatan mustahkamlanadi. Agarda biz vaksinatsiya o'tkazib qo'ysak, balkim biz o'tkazadigan vaksinatsiyada uni o'sha turdagiga ta'sir qilib, boshqa turdagiga u ta'sir qilmasligi mumkin. Misol yana vaksinatsiya ayni o'sha allergik kasallik xuruj tutib turgan vaqtida ham qo'llanilmaydi. Remissiya paytlarida test sinovlar o'tkazilgan holatda vaksinatsiya o'tkazsa bo'ladi. Allergiyali holatlar hozir qiziqda xalqimizga, kuzatuvchilarimizga. Allergiyali holatlarni ko'proq dorilar bilanmi yo bo'lmasa qandaydir tabiiy usullar bilan ham davolash qo'l keladimi? Bilasizmi, allergik jarayon kuchayib borgan sayin dori-darmonlar bilan uni qaytarishga harakat qilamiz. Sababi o'sha men yuqorida allergik jarayon birinchi yengil simptomlar bilan boshlanadi. Sekin avjga ola boshlaydi. U avjga olib bo'lgandan keyin dori-darmonsiz qaytarish qiyinroq bo'ladi. Albatta dori-darmon qo'llaniladi. Vaqtida shifokor nazoratidan o'tib davolash tavsiya etiladi. Allergiya, kechirasiz, ayni simptomlar yangi boshlangan paytdan murojaat qilganlari ma'qul deb bilaman. Sho'ra opa, qarang-da, qiziqda hozir shu allergiyali holatlarimiz qandaydir ruhiy salomatligimizga ham ta'sir qiladimi? Asabiylashishlarimiizga yo bo'lmasa qandaydir uyqusizlik holatlariga? Albatta. Endi tasavvur qiling. Badaningizga toshma-tosh yotibdi, qichiyapti, bezovta qilyapti. Albatta uyqusiz bo'lasiz, albatta asabiy bo'lasiz. Aytaylik, nafas qisiyotibdi, nafas bo'g'ilyotibdi, qo'rquv o'sa boshlaydi. Misol, havo yetmayapti unga. Ruh tushkunlikka tusha boshlaydi. Erta hayotim nima bo'ladi degan. Shuning uchun ham o'sha inson ruhi tushkunlikka tushmasligi uchun, o'sha ruhiyatiga ta'sir qilmasligi uchun yoki o'sha uyqusizlik, asabiylik bo'lmasligi uchun murojaat qilishlarini so'rab qolaman. Shifokor nazoratidan doimiy o'tib turish kerak. Kamola, bilasizmi, shunday holatlar bo'ladida, inson organizmida allergiya qo'zg'ayotibdi. Misol, allergik riniti bo'layotibdi, astma qo'zg'ayotibdi. Lekin u ishlash kerak, ishga borish kerak. Misol, ayol kishi bo'lsa ro'zg'orga ish qilish kerak, sipirish kerak yoki xamir qilish kerak, non unlash kerak. Ro'zg'or ishlari, yumushlari to'xtatib bo'lmaydi. Shunda masalan nima qilish kerak? Shu haqida aytib o'tmoqchiman hozir. Aytaylik, siz endi majbursiz un elashga, xamir qilishga, lekin un elagan sayin siz allergiya boshlanadi. Masalan, bir kichkinagina tavsiyam bor o'shanda. Oddiy 4 qavatli marlili niqob taxlang va oldingizga yengilgina o'sha chayni soda deymiz, choy sodasidan tayyorlab, o'sha maskani botirib siqing. Va namligini saqlagan holatda toqib olib, muzni elab, xamiringizni qilavering yoki aytaylik, sipirishga to'g'ri keladi, endi hovlilarni tozalashga to'g'ri keladi. Endi men allergiya bo'lyapman deb o'tira olmaydi, ayol kishi to'xtatib qo'yolmaydi, to'g'ri. O'shanday paytlar o'sha niqob taqib tozalashga to'g'ri keladi.
Agarda juda avjga qolsa, albatta u narsalarni ham chegaralashga to'g'ri keladi. Anchagina samarali bo'ladi bu niqob, to'g'rimi? Albatta. Shoira opa, bugungi suhbatimiz allergiya bo'yicha ayni bahor faslida ko'p tarqaydigan, kuzatuvchilarimizda ko'p uchraydigan holatlar bo'yicha suhbatlashdik va hozirgi suhbatimiz kuzatuvchilarimizga manzur keladi deb o'ylaymiz. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Kamolaxon, sizga ham katta rahmat. Suhbatimiz xalqimizga manzur kelsa ancha xursand bo'lardim. Agar xalqimizda yana qiziqtiruvchi, allergiya bo'yicha qiziqtiruvchi savollari bo'lsa, bemalol kommentariyamizda yozib qoldirishsa, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Agarda ularga alohida mavzu bo'yicha suhbat qurish kerak bo'lsa, har bitta allergik turi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Agar videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang va izohlarda sizga qanaqa allergiya turlari qiziqroq va sizda shu bo'yicha murojaatlaringiz bo'lsa va sog'lig'ingizda qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, bu bo'yicha izohlarda yozib qoldirsangiz, biz keyingi foydali podkastlarimizni murojaatingiz bo'yicha olamiz.